Germaniyaga bormoqchi bo'lganlar va ular bilmaydigan 5 ta haqiqat. Men Feruza Ochilova Germaniyada 5 yil yashab, Ausbildung bitiruvchisi va Goethe sertifikat sohibasi bugun sizlarga Germaniya haqida hech kim aytmagan 5 ta sir haqida aytib beraman. Birinchi haqiqat bürokratiya. Germaniya bu raqamli davlat emas. Bu qog'ozbozlik mamlakati. Hattoki arzimas ruxsatnoma yoki hujjat uchun oylab pochta qutisida u xatni kutasiz. Ikkinchi haqiqat uy muammosi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Uy qidirish shunaqa narsaki, pulingiz bo'lsa ham ish topishdan ko'ra uy topish muammoliroq, ya'ni qiyinroq. Bitta uy uchun yuzlab odamlar navbatda turadi. Undan tashqari, uyga ijaraga turish uchun daromadingiz, vizangiz haqida xuddi intervyudagi suhbatdan o'tasiz. Uchinchi haqiqat soliqlar va katta xarajatlar. Shartnomadagi oyliklarga darrov uchmang. Germaniyada daromadingizdan 40% soliqlar va sug'urtalarga ketadi. Qo'lingizga tegadigan netto, ya'ni sof pul siz o'ylagandan-da ancha kam. To'rtinchi haqiqat, til bilmasangiz siz hech kimsiz. Ingliz tili bilan o'tib ketaman degan xom xayolni unuting. Nemis tilini B2 yoki C1 darajada o'rganib ketmasangiz, u yerda ish va jamiyatda o'z o'rningizni va hurmatingizni topishingiz imkonsiz. Beshinchi haqiqat dahshatli yolg'izlik va vaqtning sovuqqonligi. U yerda bizga o'xshab soatlab mehmonda o'tirib, mehmondorchilik vibe yo'q. Lekin bular Germaniyaga bormaslik kerak degani emas. Shunchaki u yerga borishdan oldin pushti ko'zoynakni yechib, real tayyorgarlik ko'rish kerak. Ayniqsa tilni dahshatli darajada o'rganish kerak. Germaniyaga oson moslashish va tilni oson o'rganish sirlarini profilimda bo'lishib boraman. Obuna bo'lishni unutmang.